Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shaharda Tirkatashkada keldik. Mana shunday zotdor echkilar bilan shug'ullanishar ekan. Ekranda telefon raqamlar yozib qoldiramiz. Ko'rib turganlaringizdek Tekinburg paroda echkimiz sotiladi. Endi bu echkimiz juda ham ko'pchilik savol beradiki, bu echki qochganmi, qochmaganmi degan savol beradi. Echkimiz ichiga taka yuribdi, lekin qochgan, qochmaganligiga hozir amakimiz o'zlari aytibdilarki, hayam deya olmayman, yo'q ham deya olmayman. Qochgan bo'lishi ham mumkin, qochmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin qorin taylagan. Mana ko'rib turganingizdek, buni echki ishqibozlari o'zlari bilishadi. Bitta ko'rganda bilishadi. Parodasi Tekinburg paroda. Buni narxi nech pul ama? 750. 750 saldosi bor. 750 dollarda saldosi bor. Kimda kim qiziqsa, ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Amakimizni telefon raqamlarini katta qilib pastda yozib qoldiramiz. Echkimiz sog'lom, yeb ichishi yaxshi. Ko'rib turganingizdek mana aziz YouTube kuzatuvchilar. Bu yerda hozir ko'rib turganlaringizdek boshqa parodalar ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshidan oxirigacha ko'rmasdan har xil fikr bildirmanglar. Sizlardan kommentariyada men aytib o'tibman. Chunki hozir bu echkini narxini 750 degan bo'lsak, bir ikkita maslahatchilari chiqib bizda 500 dollar, unday dollar degan gaplar gapirishadi. Lekin biz to'g'risini aytib sotamiz. Kimga qiziq bo'lsa mana marhamat kelib ko'ringlar. Janivor yuvosh mana men oldida kelyapman mana. Ko'rib turganingizdek mana. Yuvoshgina echki. Amak bu echkimiz bunisi qanday paroda? Bular Chexalpin, ha? Buni narxi nech pul? İkkalası ham bo'g'iz. Ikkovi ham bo'g'iz echkilar. Yaqinga tug'adi. Yaqinda tug'adi. Bunisi birinchi qorin tug'adi, unisi ikkinchi qorin. Bunisi ikkinchi qorin mana. Ikkita Chexalpin. Bularni puli nech puldan? Bularning narxi bittasi 900, bittasi 800. Bittasi 900 dollar, bittasi 800 dollardan. Savdosi bor. Ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz o'sha Samarqand shahar Tirkatashkada joylashgan. Bizda shunaqa savol berishadiki, katta echkiga meni qurbim yetmaydi, 900 dollar pulim yo'q. Maydalardan bormi deganlar uchun mana uloqchalari. Uloqchani eng zo'ri takachasi marhamat. Ko'rib turganingizdek o'zini bizdan yashiribdi. Ana shu echkichamiz. Bular nech puldan? Bular endi 450 dollardan. 450 dollardan savdosi bor. Bular urg'ochi, ha? Bittasi ichida taka, ha? Mana shunisi taka. Mana ko'rib turganingizdek. Qolganlari urg'ochi. Endi bular taxminan bir 6 oylik, 5 oylik bor, ha? 7 ga boryapti. 7 oyga boryapti. Ko'rib turganingizdek, 1 oyga adashibmiz. Endi taxminan aytuvdik. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu echkilarimiz sotiladi. Urg'ochisi 450 dollar. Takachasi nech pul mana shu takachamiz? 200 dollar. Takachani 200 dollar qilib beraman deyapti, lekin toza takacha. Mana shu takachamiz tozasidan. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana sizlar uchun chiqardik. Ko'rib turganlaringizdek mana kichkina uloqchalardan boshlab tayyor bo'g'iz echkilari ham bor. Narigi alpinimiz esa, narigi Tekinburg parodamiz esa 50 ga 50. Yo qochgan, yo qochmagan. Hozir bu yerda yana bitta takamiz bor edi, katta. Buni zoti qanaqa edi? Chexalpin takamiz, tozasi. Bu necha yashar endi? Bu 2 tish bo'lgan. 2 tish. Buni narxi nech pul? O'shalar bilan barobar bu ham. Nech pul? Bu 700 dollar. Buni bo'lgani 700 dollar deyishyapti. Endi hozir ko'rsatamiz. Mana katta narsa. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana ko'rib turganlaringizdek, narxi 700 dollar saldosi bor. Kimga mana endi hozir takani sezoni uji kelyapti. Sentyabr oyi yaqinlashyapti. Ha demay, taka sezonga kerak bo'lsa mana aloqaga chiqaverasizlar. 1000 dollar qo'yibdi uni ko'rsam shunaqa. Bunaqa takalar o'zi 1000 gacha sotilgan, toza paroda. Aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganlaringizdek, bitta echki emas bu yerda. Aziz YouTube kuzatuvchilar, mana yemishlarga ahamiyat berasizlar. Tayyor toza narsalardan berishyapti. Mana amakimiz mana shu mevalarni o'zlari archib toza narsa berishadi. Yem xashaklariga ahamiyat berasizlar mana. Bu yerda beda deysizmi? Boshqa narsalar deysizmi mana? Uloqchalar sog'lom, yeb ichishi yaxshi. 2 litr sut beryapti. Kelib, ko'rib olib ketasizlar. Bunisi 2 litr beryapti, Tekinburg 1,5 litr. Narigisi 1,5 litr, bunisi 2 litr. Hozir 3 litr ham beradi. bo'g'iz echki bu.
ahamiyat berganlaringizdek hozir bitta narsani ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek mana yelin formasiga ahamiyat berasizlar mana. Aziz YouTube kuzatuvchilar mana yelin formasi. Ko'rib turganlaringizdek mana. Bemalol kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Echkilar bitta ikkita emas. Kelib tanlab olib ketsalaringiz bo'ladi. Ammo dastavka xizmatlari qanday bo'ladi? Dastavka xizmatlarini ham mana kelishtirib berishadi. Bizni kuzatib boringlar, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.